Hamza nomidagi O'zbekiston davlat mukofoti, Berdaq nomidagi Qoraqalpog'iston davlat mukofotining laureati, Buyuk xizmatlar ordeni mukofotining sohibi Mirtemir Tursunov 1910-yilning 30-mayida Turkiston shahri yaqinidagi qishloqda tug'iladi. 1919-1920-yillarda eski maktabda tahsil oladi. 1920-1923-yillarda Almaniy nomidagi namuna ish maktabi va 1925-29-yillarda O'zbek erlar bilim yurtida tahsil oladi. U 1929-yil Samarqandga boradi va O'zbekiston MKS raisi Yo'ldosh Oxunboboyevning kotibi bo'lib xizmat qiladi va ayni paytda Pedakademiyaning Til va adabiyot fakultetida o'qiy boshlaydi. U Qizil qalam adabiy tashkilotining a'zosi sifatida Botu, Oltoy singari millatchilar bilan aloqada bo'lganligi uchun 1932-yilda GPU tomonidan hibsga olinadi. U 1936-yil Yangi hayot gazetasida adabiy xodim, 1941-yilda Respublika radio qo'mitasida bosh muharrir, 1942-yilda O'zbek davlat nashrida muharrir, 1943-44-yillarda opera va balet teatrida adabiy emakdosh, 1957-1964-yillarda Yozuvchilar uyushmasida bo'lim mudiri va maslahatchi, 1965-66-yillarda Badiiy adabiyot nashriyotida muharrir lavozimlarida xizmat qilgan. Mirtemir bir qancha she'riy to'plamlar ham muallifidir. Uning Shu'lalar qo'ynida, Zafar, Kommuna, Tong, Kipriklarim, Yodgorlik kabi she'riy to'plamlari nashr qilingan. 1930-yillar o'zbek she'riyatida doston janri katta mavqe kasb etadi. Mirtemir ham ana shu davrda Barot, Xidir, Dulkusho, Suv qizi, Oysanamning to'yida, Qozi kabi dostonlarni yozadi va ularning aksariyatida oddiy mehnatkash ahli vakillarining obrazini yaratadi. Ikkinchi jahon urushidan keyingi yillarda adabiy siyosat natijasida Mirtemirga ijod etish va yozgan asarlarini e'lon qilish imkoniyati berilmaydi. Natijada u tarjima va tahrir ishlari bilan shug'ullana boshlaydi va Qoraqalpoq she'riyatidan qilgan tarjimalari va Qoraqalpoq daftari she'riy turkumi katta muvaffaqiyat qozonadi. Mirtemirning Qoraqalpoq daftari turkumidan o'rin olgan surat, lirik qissasi esa 60-70-yillarda o'zbek she'riyatida doston janriga e'tiborning kuchayishi va lirik doston janrining kamol topishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Mirtemir Tursunov Abay, Maftunquli, Berdaq she'rlaridan tashqari qirg'iz xalqining Manas eposini, Shota Ruslaviyning Yo'lbars terisiga yopingan pahlavon, Aleksandr Pushkinning Ruslan va Lyudmila, Oyimqiz qishlog'i qiz, Lermontovning Ismoilbek, savdogar Kalashnikov haqida qissa, Nekrasovning Rusiyada kim yaxshi yashaydi kabi doston, qissa va ertaklarini tarjima qilgan. U qilgan tarjimalari musiqal dramalar teatrida sahnalashdi. Mirtemir Tursunov 1979-yil Hamza nomidagi O'zbekiston davlat mukofoti, 1977-yil Berdaq nomidagi Qoraqalpog'iston davlat mukofotining laureati, 2002-yil Buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan mukofotlangan. Toshkentdagi ko'cha va Andijon viloyati Bo'z tumanidagi maktablardan biri Mirtemir nomi bilan atalgan. Shoir tug'ilgan eski Iqon qishlog'ida Mirtemir uy muzeyi barpo etilgan.